Bugungi mavzu juda muhim. Ariza bermasangiz, ayrim qo'shimcha to'lovlar sizga avtomatik tarzda kelmaydi. Ko'pchilik davlatning bazasida hamma ma'lumot borku, o'zi hisoblab beradi deb o'ylaydi. Lekin amalda unday emas. Sizning pensiyangiz, nafaqangiz, moddiy yordamingiz yoki boshqa ijtimoiy to'lovingizga qo'shimcha pul qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun o'z vaqtida murojaat qilish kerak bo'ladi. Shu sababli bu video hamma uchun. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, bolali oilalar, kam ta'minlanganlar, ish staji to'liq hisoblanmaganlar va ularning farzandlari uchun juda kerakli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamning cho'ntagidagi real pulni saqlab qoladi. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman, qaysi qo'shimcha to'lovlar arizasiz berilmaydi. Kimlar tekshirtirish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak va eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat. Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjatlar bilan yuritilardi. Masalan, odam pensiyaga chiqayotganda mehnat daftarchasini olib borardi. Arxivdan ma'lumotnoma yig'ardi. Ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar qo'lda tekshirilardi. Agar biror hujjat yetishmasa ko'pincha keyin olib kelasiz deylar. Lekin keyin odam unutib qo'yar. Natijada pensiya kamroq hisoblanib qolardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarga o'tkazilgan. Davlat xizmatlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali pensiya jamg'armasi tizimi. Soliq, bandlik, fadyo, mahalla va ijtimoiy himoya tizimlari o'zaro ma'lumot almashadi. Bu yaxshi albatta. Lekin eng katta xato shuki, odamlar elektron tizim bo'lsa hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa tizimda ma'lumot borligi boshqa. Sizga qo'shimcha to'lov tayinlanishi boshqa narsa. Nega? Chunki ayrim to'lovlar uchun davlat sizning holatingizni bilishi mumkin. Lekin baribir sizning roziligingiz. Arizangiz yoki tasdiqlovchi hujjatingiz kerak bo'ladi. Masalan, sizda nogironlik belgilangan bo'lishi mumkin, lekin parvarish bilan bog'liq to'lov uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Sizning farzandingiz borligi tizimda ko'rinishi mumkin, lekin bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oilaning daromadi, tarkibi, mulki bandligi va boshqa omillar asosida baholanadi. Sizning ish stajingiz ko'p bo'lishi mumkin, lekin arxiv ma'lumotnomasi bazaga kiritilmagan bo'lsa, pensiya miqdori kamroq chiqishi mumkin. Shuning uchun bugungi asosiy fikr, men haqliman degan holatning o'zi yetarli emas. Ko'p vaziyatlarda men murojaat qildim. Hujjatimni berdim, qayta hisoblashni so'radim degan harakat kerak. Manfaat in. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa tinch bo'lishi mumkin? Birinchi eng muhim yo'nalish. Pensiyaga qo'shimcha ustamalar va qayta hisoblashlar. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ayniqsa pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlagan bo'lsangiz yoki pensiya tayinlanganda hamma ish stajingiz kiritilmagan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Chunki ayrim fuqarolarda 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil ish staji hisobga olinmay qolgan bo'ladi. Masalan, bir odam 1990-yillarda zavodda ishlagan, keyin korxona yopilgan, mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxiv ma'lumotnomasi olinmagan. Pensiya tayinlanganda faqat elektron bazadagi yoki tasdiqlangan ma'lumotlar olingan. Natijada u oyga 200 ming so'm yoki 300 ming so'm kamroq pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Agar u arxivdan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga ariza bersa, pensiyasi qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Bu yerda muhim nuqta. Ko'p hollarda qayta hisoblash murojaat qilingan va tegishli hujjatlar taqdim etilgan sanadan boshlab ko'rib chiqiladi. Shuning uchun yana 1-2 oy o'taydigan har bir oy pul yo'qotish bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat. Pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa, ba'zi odamlar pensiyaga chiqqach, endi mening pensiyam o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan davrlaringiz ayrim tartiblarda qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin buni avtomatik kutib o'tirmaslik kerak. Siz o'zingiz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Pensiya tayinlanganidan keyingi ish stajimni inobatga olishingizni so'rayman deb ariza berishingiz kerak bo'lishi mumkin. Masalan, opa 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Lekin 2020 yildan 2024 yilgacha maktabda farrosh bo'lib rasmiy ishlagan. Har oy ish haqidan tegishli ajratmalar ketgan. U baribir pensiyaga chiqqanman-ku deb yuraveradi. Ammo 4 yil rasmiy ish davri uning pensiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Agar u murojaat qilmasa, tizim buni
o'zi avtomatik qo'shib qo'yadi deb kafolatlab bo'lmaydi. Tekshartirish esa bepul yoki juda oddiy tartibda bo'lishi mumkin. Uchinchi yo'nalish nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar, parvarish bilan bog'liq nafaqalar yoki kompensatsiyalar. Bu sohada odamlar juda ko'p adashadi. Nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, asosiy pensiya yoki nafaqa tayinlanadi. Lekin shaxsning o'zi harakatlana olmasligi, doimiy parvarishga muhtojligi, bolaning nogironligi, oila a'zosi qarovchi bo'lib turgani kabi holatlar alohida tekshiruv va hujjat talab qilishi mumkin. Masalan, uyda yotgan ilgi guruh nogironligi bo'lgan otaxon bor. Farzandlari uni navbatma-navbat parvarish qiladi. Oila otam nogironlik pensiyasini olyapti, boshqa hech narsa yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda parvarish, ijtimoiy xizmat, reabilitatsiya vositalari, bepul protez ortopediya buyumlari, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa yordamlar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi ham uyingizga o'zi kelib berilmaydi. Tuman ijtimoiy himoya organiga, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki mas'ul tashkilotga murojaat qilish talab qilinadi. 4-yo'nalish boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu juda og'riqli mavzu. Oila boshlig'i vafot etadi. O'rtada voyaga yetmagan bolalar qoladi. Ko'p hollarda oila marhumning ish joyidan biror yordam olib dafn bilan ovora bo'ladi. Keyin esa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini rasmiylashtirishni kechiktirib yuboradi. Holbuki bu bolalarning haqqi bo'lishi mumkin. Masalan, 35 yoshli erkak vafot etdi. Uning 3 nafar farzandi bor. Biri 12 yoshda, biri 9 yoshda, biri 3 yoshda. Turmush o'rtog'i men hali hujjatga yugurishga holim yo'q deb 6 oy yurdi. Natijada to'lov kechikdi. Bu holatda zudlik bilan FHDYO orqali vafot guvohnomasini olish, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, marhumning ish staji yoki daromadi bilan bog'liq hujjatlar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan pensiya jamg'armasi, tegishli davlat xizmatlariga murojaat qilish kerak. Har bir kun, har bir oy oila byudjeti uchun muhim. 5-yo'nalish bolalar nafaqasi va moddiy yordam. Bu ham arizasi chiqmaydigan eng ko'p uchraydigan to'lovlardan. Mahalla biladi-ku, men qiynalyapman deyish yetarli emas. Hozir ko'p joylarda ijtimoiy himoya tizimi elektron baholash asosida ishlaydi. Oilaning daromadi, tarkibi, mol-mulki, avtomobili, rasmiy ish joyi, aliment, pensiya, nafaqa, tadbirkorlik, yer maydoni kabi ko'rsatkichlar tekshiriladi. Siz ariza bermasangiz, tizim sizni ro'yxatga qo'shmasligi mumkin. Misol, oilada 4 nafar farzand bor. Ota kunlik ishda, doimiy daromadi yo'q. Ona uyda bolalar bilan. Ular mahalla o'zi ro'yxatga kiritadi deb kutadi. Ammo ariza berilmagani uchun bolalar nafaqasi tayinlanmaydi. Agar ular mahallaga yoki inson markaziga borib ariza topshirsa, pasport, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, oilaviy holat, daromadga oid ma'lumotlar, bank kartasi rekvizitlari va boshqa talab qilinadigan hujjatlar asosida masala ko'riladi. Natija ijobiy bo'lsa, oila oyma-oy yordam olishi mumkin. 6-yo'nalish kommunal to'lovlar, uy-joy, dafn puli, bir martalik moddiy yordamlar. Ko'pchilik faqat oylik pensiya yoki nafaqani biladi. Lekin hayotda bir martalik yoki maqsadli yordamlar ham bor. Masalan, dafn marosimi uchun beriladigan mablag', tabiiy ofat, yong'in, og'ir kasallik, operatsiya, nogironlik vositalari. Uy-joy sharoiti juda og'ir bo'lgan oilalarga ko'mak kabi yo'nalishlar. Bularning har biri alohida tartibga ega. Eng muhim jihat, og'ir vaziyat yuz berganda kimdir bilib qoladi deb kutmaslik kerak. Ariza, dalolatnoma, tibbiy xulosa, xarajatni tasdiqlovchi hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, shaxsiy hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchidan, pensiyasi juda kam chiqayotgan. Lekin men ko'p ishlaganman degan odamlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida eski yozuvlari bor, lekin arxivdan hujjat olmaganlar. Uchinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, nogironligi bor yoki nogiron farzand parvarishlayotgan oilalar. Beshinchidan, boquvchisini yo'qotgan, lekin to'lov rasmiylashtirmagan oilalar. Oltinchidan, bolalari bor, daromadi past, lekin hech qayerga ariza bermagan oilalar. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar siz barcha hujjatlaringizni topshirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan yoki ijtimoiy himoya organidan yozma javob olgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda to'lov turi va miqdori to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa, har yil yoki har o'zgarishda tekshirtirib tursangiz, xavotir kamroq. Lekin baribir bir marta tekshirib ko'rish hech qachon zarar qilmaydi.
Endi juda muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ariza berganingizning o'zi har doim pul beriladi degani emas. Ariza bu masalani ko'rib chiqish uchun asos. Tashkilot sizning hujjatlaringizni, qonuniy huquqingizni, daromadingizni, oilaviy holatingizni, mehnat stajingizni yoki tibbiy xulosangizni tekshiradi. Shuning uchun falonchi oldi. Men ham olaman degan yondashuv noto'g'ri. Har bir holat alohida baholanadi. Ikkinchi nozik jihat, og'zak gapga ishonib ketmang. Masalan, siz idoraga bordingiz, xodim sizga chiqmaydi dedi. Siz qaytdingiz, lekin rasmiy ariza bermagansiz, yozma javob olmagansiz. Keyin ma'lum bo'ladiki, aslida sizda huquq bo'lgan. Shu sababli har doim arizani rasmiy topshiring. Agar rad etilsa, yozma rad javobini so'rang. Yozma javobda nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi me'yor asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Yozma javob bo'lsa, siz keyin yuqori tashkilotga shikoyat qilishingiz, xatoni tuzatishingiz yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Uchinchi nozik jihat, muddatlar. Ayrim to'lovlarda murojaat muddati juda muhim. Ba'zilarda to'lov huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zilarida ariza berilgan kundan, ba'zilarda hujjatlar to'liq topshirilgan kundan hisoblanadi. Odamlar ko'pincha men 1 yil oldin ham haqli edim, endi hammasini berishsin deydi. Lekin qonunchilikda orqaga qaytarib to'lashning chegaralari bo'lishi mumkin. Shuning uchun huquq paydo bo'lgan zahoti murojaat qilish kerak. 4-nozik jihat, oilaviy tarkib va daromadni yashirish yomon oqibat beradi. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamda ayrimlar biror daromadimni aytmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Agar siz noto'g'ri ma'lumot bersangiz, to'lov rad etilishi, oldin to'langan pul qaytarib undirilishi yoki boshqa huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. To'g'ri ma'lumot bering, lekin o'zingizga tegishli haqni talab qiling. 5-nozik jihat, bank kartasi va hisob raqami. Ba'zan odamning to'lovi tayinlangan bo'ladi, lekin karta muddati tugagan, hisob raqami noto'g'ri, familiya o'zgargan, bank ma'lumotlari mos kelmagan bo'ladi. Natijada pul o'tkazilmay turadi. Shuning uchun ariza berganda bank rekvizitlarini aniq yozing. Karta kimning nomida bo'lishi kerak? To'lov oluvchi shaxs kim? Vasiy yoki qonuniy vakil kerakmi? Buni oldindan aniqlang. 6-nozik jihat, hujjatlardagi ism familiya farqlari. Eski mehnat daftarchasida ism bir xil, pasportda boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnara, otasining ismi bir joyda qisqartma. Tug'ilgan sana bir kun farq bilan yozilgan. Bunday kichik ko'ringan xatlar pensiya stajini tan olishda muammo tug'diradi. Bu holatda arxiv ma'lumotnomasi, FSHD ma'lumotlari, sud orqali faktni aniqlash kabi jarayonlar kerak bo'lishi mumkin. Eng muhim, mayli shu yillarni qo'shmasin deb qo'l siltamang. Ba'zan 30 yil staj ham pensiyada sezilarli farq beradi. 7-nozik jihat, norasmiy ishlagan davrlar. Afsuski, ko'pchilik yillar davomida og'zaki kelishuv bilan ishlagan, ish haqi qo'lga berilgan, mehnat daftarchasiga yozilmagan. Bunday davrlarni tasdiqlash qiyin. Shuning uchun yoshlar ham eshitib qo'ysin. Bugun rasmiy ish, soliq va ijtimoiy ajratma mayda narsadek ko'rinadi. Lekin ertaga pensiya, nafaqa, kredit, subsidiya, ijtimoiy yordam masalasida juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. 8-nozik jihat, bir to'lov boshqasiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilaga qo'shimcha daromad kirsa, bolalar nafaqasi bo'yicha baholash natijasi o'zgarishi mumkin. Nogironlik pensiyasi, aliment, ish haqi, tadbirkorlik daromadi, ijaradan tushum. Bularning hammasi ayrim ijtimoiy yordam turlarida hisobga olinadi. Shuning uchun biror to'lovni rasmiylashtirishdan oldin mutaxassisdan bu mening boshqa yordamimga ta'sir qiladimi deb so'rang. 9-nozik jihat, mahalla yoki tanish orqali emas, rasmiy kanal orqali murojaat qiling. Mahalla yordam beradi, yo'l ko'rsatadi, dalolatnoma tuzadi, lekin sizning arizangiz rasmiy ro'yxatdan o'tishi kerak. Hujjatlaringizni qoldiring, ko'ramiz deyishsa, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam, sana yoki kvitansiyani so'rang. Agar onlayn topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Bu keyin juda kerak bo'ladi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak. Endi eng kerakli qism, amalda nima qilasiz? Men sizga oddiy reja beraman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni yozib chiqing. Qog'ozga yoki telefonga quyidagilarni yozing. Yoshim nechida? Pensiya yoki nafaqa olamanmi? Qachondan beri olaman? Pensiya ishga chiqqandan keyin ishlaganmanmi? Oilamda nechta bola bor? Nogironlik bormi?
Boquvchini yo'qotish holati bo'lganmi? Daromadimiz qancha? Hozir qanday to'lovlar olayapmiz? Bu oddiy ro'yxat sizga qaysi eshikni taqillatish kerakligini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Asosiy hujjatlar odatda shular: pasport yoki ID karta, KSHIR, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, vafot guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi rekvizitlari, oilaviy tarkibga oid ma'lumotlar, daromadni tasdiqlovchi hujjatlar. Hammasidan nusxa olib qo'ying, aslini ham olib boring. 3-qadam. Qaysi idoraga borishni aniqlang. Pensiya va staj masalasida pensiya jamg'armasini tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilasiz. Ayrim xizmatlarni Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz orqali ham qilish mumkin. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ijtimoiy xizmatlar, parvarish, ehtiyojmandlik masalalarida mahalla, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limi bilan ishlaysiz. Nogironlikni belgilash yoki tibbiy xulosa bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq tartiblar bo'ladi. Dafn puli yoki boquvchisini yo'qotganlik masalasida esa holatga qarab pensiya jamg'armasi, ish joyi yoki tegishli organlar jalb qilinadi. 4-qadam, arizani aniq yozing. Arizada menga yordam bering deb umumiy yozishdan ko'ra aniq talab qiling. Masalan, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki 1990-2000 yillardagi ish stajim hisobga olinmagan. Ilovada arxiv ma'lumotnomasi va mehnat daftarchasi nusxasi taqdim etiladi. Yoki oilamning ijtimoiy ahvolini o'rganib, bolalar nafaqasi tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Marhumning vafot guvohnomasi va farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari ilova qilinadi. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlating. Agar qog'ozda topshirsangiz, 2-nusxaga kirim raqami, sana, qabul qilgan xodim imzosi qo'yilishini so'rang. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini skrinshot qilib saqlang. Agar telefon orqali maslahat olgan bo'lsangiz, baribir rasmiy ariza topshiring. Chunki telefon qilgan edim, keyin dalil bo'lmaydi. 6-qadam, javob muddatini kuzating. Har bir idorada murojaatni ko'rib chiqish muddati bor. Agar muddat o'tib ketsa, ariza raqami bilan holatini so'rang. Javob bo'lmasa, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Masalan, tuman darajasida hal bo'lmasa, viloyat boshqarmasiga, vazirlikning ishonch telefoni yoki rasmiy portaliga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat qilayotganda hissiyot bilan emas. Fakt bilan yozing. Qachon ariza berdim? Raqami mana. Qanday hujjat topshirdim? Javob olmadim. Yoki javobdan norozi ekanimning sababi mana. 7-qadam, rad javobini tahlil qiling. Agar sizga rad etildi deyishsa, darrov umidsizlanmang. Rad sababi hujjat yetishmagani bo'lishi mumkin. Masalan, arxiv ma'lumotnomasi noto'g'ri rasmiylashtirilgan, bank rekviziti mos emas, oilaviy tarkibda xato bor, tibbiy xulosa muddati o'tgani. Bunday holatda kamchilikni tuzatib, qayta murojaat qilish mumkin. Agar siz rad javobini noqonuniy deb hisoblasangiz, yuqori organ yoki sud orqali himoyalanish imkoniyati bor. 8-qadam, har yili bir marta tekshirib turing. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va bolali oilalar. Qonunchilik, bazaviy miqdorlar, mezonlar, tartiblar o'zgarib turadi. Bugun sizga tegishli bo'lmagan to'lov ertaga tegishli bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, ma'lumot yangilanmagani uchun to'lov to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni tartibli saqlang, telefon raqamingizni yangilang, bank kartangizni vaqtida almashtiring. Oilaviy holat o'zgarsa xabar bering. Hayotiy misollar orqali yana mustahkamlab olamiz. Birinchi misol. Olimin 8 yoshli amakining pensiyasi 1.200.000 so'm. U 25 yil ishlaganman deydi, lekin tizimda 17 yil ko'ringan. Farzandi arxivga borib, eski korxonadagi 2 yillik ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma oldi. Pensiya jamg'armasiga ariza berildi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqildi va oyga qo'shimcha pul qo'shildi. Bu yerda asosiy g'alaba nimada? Oila kutmadi. Hujjat izladi, ariza berdi. Ikkinchi misol. Ayol kishi 3 farzandi bilan yolg'iz qolgan. Turmush o'rtog'i vafot etgan, lekin u 1 yil boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha murojaat qilmagan. Sababi, men bunday to'lov borligini bilmaganman. Keyin qo'shnisi aytib, hujjat topshirgan. To'lov tayinlangan, lekin kechikkan oylar bo'yicha hamma narsa u kutgandek bo'lmagan. Sabab murojaat muddati va tartib.
Bu misol bizga nimani o'rgatadi? Fojiali holat bo'lsa ham hujjat masalasini imkon qadar tez boshlash kerak. Uchinchi misol, kam ta'minlangan oila bolalar nafaqasiga ariza berdi, lekin rad etildi. Ular bizga adolatsizlik qilishdi deb o'ylashdi. Keyin ma'lum bo'ldi, otaning nomida eski avtomobil bor, u sotib yuborilgan. Lekin rasmiylashtirilmagan. Tizimda mashina hali ham oila mulki sifatida ko'rilgan. Ular avval avtomobil masalasini qonuniy hal qildi. Keyin qayta murojaat qildi. Demak, bazadagi ma'lumotlar ham to'g'ri bo'lishi kerak. To'rtinchi misol, nogiron farzandi bor ona faqat nogironlik nafaqasini olayotgan edi. U reabilitatsiya vositalari, ijtimoiy xizmatlar va boshqa yordamlar haqida bilmas edi. Inson markaziga murojaat qilgach, oilaning ehtiyojlari o'rganildi. Kerakli xizmatlar bo'yicha yo'naltirildi. Bu pul bo'lmasligi ham mumkin, lekin oilaning xarajatini kamaytiradigan real yordam bo'lishi mumkin. Qo'shimcha yordam faqat naqd pul degani emas. Ba'zan xizmat vosita, yo'llanma yoki kompensatsiya bo'ladi. Eng muhim ogohlantirish, hech kimga pul berib, to'lov chiqarib beraman degan gaplarga ishonmang. Davlat to'lovlari rasmiy tartibda, hujjat asosida tayinlanadi. Agar kimdir menga falon so'm bersangiz, nafaqa chiqaraman desa, bu xavfli. Siz pulingizdan ayrilishingiz, hujjatlaringiz noto'g'ri ishlatilishi yoki muammoga qolishingiz mumkin. Faqat rasmiy idora, rasmiy portal, rasmiy ariza. Bugungi asosiy xulosa shuki, ko'plab qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblashlar, moddiy yordamlar va ijtimoiy xizmatlar arizasiz berilmasligi mumkin. Siz haqli bo'lishingiz mumkin. Lekin murojaat qilmagunigacha tizim sizni ko'rib chiqmasligi mumkin. Ayniqsa pensiya staji, pensiyadan keyingi ish davri, nogironlik, boquvchisini yo'qotish, bolalar nafaqasi, moddiy yordam va bir martalik kompensatsiyalar bo'yicha albatta tekshiring. Bugun uyga borgach, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing, holatingizni yozib chiqing. Qaysi to'lovga huquqingiz bo'lishi mumkinligini aniqlang va rasmiy ariza topshiring. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang, yozma javob oling. Hujjatlaringizdagi xatolarni tuzating. Ariza raqamini saqlang. Rad javobini tahlil qiling. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Sizlardan iltimos, izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz qo'shimcha to'lov, pensiyani qayta hisoblash, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'yicha murojaat qilganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ham yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini vaqtida talab qila oladi.